Varikosellidan keyin operatsiya qilishgan, keloid chandiq paydo bo'lgan. Lekin yana bitta narsa, keloid ham yana qayta operatsiya qilishgan bu bemorda. Yana keloid rivojlangan. Demoqchi bo'lganim, keloid bor bemorlarga reoperatsiya mumkin, lekin uni o'ziga yarasha qiladigan protseduralari bor. Demak, biz hozir patsientimizga 1 oy avval kerakli muolajalarni qildik, ya'ni lazer, mezoterapiyani qildik. 1 oydan keyingi natijani mana bemor o'zidan so'raymiz. Abduqodir, nima o'zgarish bo'ldi? Qichishish bor-da oldin. Kattalash bormi? Yo'q. Kattalash to'xtadi. Yaxshi. Kattalash to'xtadi. O'sish to'xtadi, qichishish to'xtadi. Qichishish nimani belgisi? Qichishish bu progressiyani belgisi. Demak, biz progressiyani to'xtatishga erishdik. Endi navbat biz so'riltirishga qaratamiz. Kuzatgan bo'lsanglar, yaqinda yanvar oyining boshida men Milanda SCARS 2025 konferensiyasida qatnashib keldim. Shu joyda bitta yangicha metodikani ko'rdim. Shu metodikani mana hozir bugun shu bemorda amalga oshiramiz. Lekin bu protsedurani hali qo'ymaymiz. Olmayman.